Yana boshlandi. Ana tentak uylantirsam odam bo'ladi desam, bitta tentak ikkita bo'ldi. Yaqinda 3-tentak ham tug'iladi. Hoy ho'kiz. Ha, oyi. Ha, kelin, tinchlikmi? Oyijon, men uylan yig'ishtiryotgandim-da. Mayli, ovqatga qarang. Uylan yig'ishtirayotganmish. Sen meni yig'ishtiryotding. Polvonim, tinchlikmi? Oyi, cho'chimay, hammasi paplanib ketyapti lekin kontrolda. Paplanimi? O'zingni planoviy tug'ilgansan-ku, yana paplaniviymish. Xotin kishini qattiq ushlash kerak. Gaq desa, qo'liga qo'nadigan yo'q. Bu qo'liga qo'nadigan qo'yish kerak. Endi qo'limda qitig'im borligi uchun boshimga qo'ndirib qo'yganman-da. Texnik nosozlik. Ha, boshingga uraysan. Tushundingmi meni? Ha, yo'q, tushundim. Sirasi tushundim. Mayli oyi. Hoy, shoshma. Ha? Boya razlnoy haqida gapirdingmi? Biya? O'shandan bir bochka olib kelib qo'ygin. Bugun bir gapimiz bor-da. Mana nima uchun bolalar ne bilan nima tug'ilib ketyapti?